36 qism. Jasad sandig'ini echish. Jasad sandig'i ustiga qog'oz odam chaplanganligini ko'rib, beoram bo'lgandim. Ustida o'zimning ismi turganligini ko'rib, ortiq o'ylamay, yulib elibla parcha-parcha qilib yirtib atdim. O'yli sirtida turgan semiz xotin yana varqirdi. Sen o'g'ri, yana chiqmamsan? Acaba oldimda jasad sandig'i o'g'irlamoqchimi? Semiz hada, mo'gorongizni tamay, menga nimaga tikilib olasiz? Semiz xotin anglab terikib, cho'shq to'yqiga o'xshaydigan semiz beligini menga tanglab turib tilladi. Kimni semiz deyapsan? Kela, bu yoqqa chiqa. Do'kon xo'jayini hozir ketdi. Aslida qora jasad sandig'ini echib ko'rib boqay degan. Lekin yana mo'shu semiz xotin ishimni bozdi. Ochchig'im kelib, tomdan ortilib, o'yildan chiqdim. Ammo o tarafga bormay turib, yiroqdan guldirligan moto ovozi anglandi. Xo'jayin qaytib keldi. Nimali degan bilan men avval xalqning uyiga kirgan. Uning ustiga bu semiz xotinmi ko'rdi. Bularni o'ylab, uning bilan deyishkim kelmay, burilibla qochdim. Yo'l bo'yi o'ylab qoldim. Bu do'kon xo'jayinning moto haydab mangan yeri yaqin bo'lmasligi kerak. Lekin nemishqa har qitim amdili kirishimga qaytib keladi. O'yildiki, iliqi ikki jasad sandig'ini aslab texama qo'qdim. O'ylida aslida 5 jasad sandig'i batdi. Hozir ikkisi qoldi. Uning ustiga jasad sandig'i ustida Lavliyo ikkimizning ismi bor. Bu bir afsunmi? Chataqa tugashdim. Boya semiz xotin bilan takollashiman deb jasad sandig'i ustidagi Lavliyoning ismi yozilgan odamni yirtib etishni unutibdiman. O'zimnikini yirtib, uninkini yirtmabdiman. Qaytgandan keyin Lavliyoga desam, u meni qandoq o'ylab qolar. Lekin ish bu yerga kelgan ekan, qaytib ketishga ulguramayman. Amal yo'q. Berib rost gapni qilay. Kent eg'izdiki so'gat daraxti bor yerda 5-6 kichik bolaning so'gatni cho'rdab o'ynayotganligini ko'rdim. Bolalar intayin xushal bo'lib, qizib ketgan edi. Lekin yo'l bo'yidagi yiroq bo'lmagan yerda bir kichik qiz jimjit o'ltirib, ikki tizini quchoqlab, qarmoqqa intayin bechordek ko'rinadi. Bu qizchaq menga bak tonish. Lihamning meyiti uzutilgan kun saharda Ligang ilvagan, izchil burilib, menga qaragan kichik qiz shu. Singlim, nemishqa ular bilan o'ynamaysiz? Ha? Odam behjiq. Jiq emas-ku. Bundaq cho'ng yerda aran 5-6 bola tursa. 15-16 bola. Qizchaq shundaq deb beshini ko'tirib, menga xeylig'icha qaragandan keyin shundaq dedi. Bu qizchaq intayin o'moq bo'lib, bir jup yo'g'on ko'zlaridan odatdagi sho'x, yolg'on gap qiladigan bolalarga o'xshamaydiganligi chiqib turadi. Lekin bu 15-16 bola degan gapidan cho'chib, daraxt ostidagi bolalarni sanab baqdim. 6. Bu qizchaq maktabga kirmaganmidi? Shularni o'ylab gap qilay deyishimga, qizchaq qo'lini ko'tarib, yana bir tarafni ko'rsatdi. Ana al yerda turdi-ku. Qizchaq ko'rsatgan tarafga qaradim. Tar ahmig'ili o'zim bo'pti ekan. Sharrida qilib, beshimdan tar qo'yilib ketdi. Quruq yer. U yerda odam soyisimi yo'q tursa, bu qizchaq nemishqa bir to'p bola turdi deydi. Paranglаш qilib bo'lmoqdik. Shunga u qizga gap qilmay kaynimga qarab maqdim. O'ylamag'ayadin qizchaq chopinimning peshini tutib olib, bir jup yo'g'on ko'zi bilan menga tikildi. Aka, siz nemishqa doim kuyib ketgan bovash bilan birga yuraysiz? Agar bu qizchaqni ilgari yolg'on gap qildi desak bu maylitti. Lekin bu gapni qiladiganligini o'ylamabdiman. Kuyib ketgan bovash. Qizchaqning degini Liuchinjo bo'lmay kim? Oldingi kuni mushu daraxtning ostida ko'rgan oq chochliq bovayni nervisidan ketgan deb tushansam, lekin bu qizchaq shunchalik sodda, oq ko'ngil, men bilan o'ch adovati yo'q tursa,
bu bir eg'iz rost gibidan qattiq cho'chib ketdim. Joshliq bovay Lavliyoni kuyib o'lgan jin dedi. Bu qizchaq bo'lsa Lavliyoni kuyib ketgan bovash deydi. Tasadduqmi? Nemishqa hammasi o't bilan munosabatlik bo'ladi. 10 yil ilgari 2386-numerdagi o't ketgan vaqada o'lgini Lyoyunbo bo'lishi kerak. Kent yo'lida an vaqtlarcha mengib, kallamda nurg'un savol, farazlar agib turadi. Xo'yavshandan boshlab Lavliyoga bo'lgan ishonchim yuragimning qat-qatiga o'rinlashib ketgan edi. Lekin boshqalardan anglashimcha, kichik bolaning dili sap bo'lg'ashqa, doim cho'nglar ko'ranmaydigan narsani ko'ra oladi ekan. Cho'nqur nafas ilib oldim. Mayli qandoqli bo'lsin, Lavliyo bilan birga o'tganimga o'zim bo'ldi. U odamga so'g'uq muomala qilgandan boshqa menga ziyonkashlik qilib boqmadi. Bularni o'ylab, men yanada bevosita sezimimga agishib, Lavliyoning jin emasligiga ishondim. Uyga qaytsam, kent boshlig'ining uyida hech kim yo'q ekan. Yaqinda kentliklarning uyida kundidagidek qog'oz jasad sandig'i paydo bo'lib, Lavliyo bilan kent boshlig'i butun kentni chipib yuratdi. Lavliyo bu qog'oz jasad sandig'ini 10 yil avval ko'milgan dedi. Hozir mo'may ko'lab chiqadi. Yana bir maxsus xalqning uyiga qo'ydigan bir sir. Bundaq bo'lgan ekan, kent g'arbidagi qeyri mo'maydan boshqa qarmoqqa sadda, oq ko'ngil ko'rinadigan dehqonlarning orasida ya'ni ikki odam qog'oz jasad sandig'i bilan munosabatlik. Tamakidan birini tutashtirib, o'yilda o'ldirdim. Turmush degan qiziq bo'ladi ekan. Hammasi oddiy bo'lsa bo'ldi deydi ekan. Ishinib oddiy turmushda yursangiz, boshqalar tarafidan o'ynatildi ekansiz. Odam bilan aloqa qilish haqiqatan taskin. Qorong'u tushganda kent boshlig'i bilan Lavliyo birlikda qaytib keldi. Lavliyoga kunduzi jasad sandig'i do'konida ko'rgan ishlarimni aytdim. Albatta, uning ismi yozilgan qog'oz odamni yirtishni unutib qolganimmi bor? Hech qisi yo'q. Bu do'kon xo'jayinining qo'lidan hech nima kammaydi. Amaliyotda so'yga taraxi yenidagi kichik qizni uchratgan ishni eg'izimga akab bo'lib, xeylig'icha ikkilangandan keyin yanili demadim. Lavliyo bir kun chepib yurib, necha eg'iz gap qilmayli yetib oldi. Lavliyo, kent g'arbidagi mo'may izchil qabr ko'lab, qog'oz jasad sandig'i ilib, ishning yiltizdan qo'l solmasak bo'lmaydi ekan. Hamda esimga keldim-a. Ben burunla kent boshlig'iga odam avatib, mo'mayga qarashni aytgan. Lekin bu qabrga hamroh qog'oz jasad sandiqlarni u qisqa vaqtda ko'lab chiqqan emas. Soni cho'qim intayin ko'p. Yana xalqning uyiga qo'ydigan odam bo'lmasa bo'lmaydi. To'g'ri. Bu qog'oz jasad sandig'ini ko'lagan odamni topdik. Lekin ko'mgan odam bilan boshqalarning uyiga qo'ygan odamdan yipichi yo'q. Mayli qandoqli bo'lsin, do'kon xo'jayinida cho'qim masala bor. Meningcha, u yetkizguchi bo'lmasa, hech bo'lmasa ko'mgan odam. Bundoq faraz qilishingning asosi yo'q. Qog'oz jasad sandig'ini yetkizguchining hammasi kechida kentliklar uxlab qolganda harakat qiladi. Bunda qalaymaqan faraz qilgandan ko'ra, yerim kechida kentni aylanib chiqqaning yaxshi. Aylanib? Kentda shuncha ko'p odam o'lgan tursa, siz men bilan borsangiz, ondan aylanish qilib ketna oladigan-dimi? Lavliyoning javobini saqlab turadi. O'ylimga yadin xo'rak ovozi chiqdi. Bu necha kunda kentliklarning uyida qog'oz jasad sandig'i paydo bo'lib, Lavliyoning ko'payish maharati bo'lsa-mu, charchab ketdi. Karvatda yetib, faqatla uxlayolmadim. Hozir eng muhim ish tezlikda qaytib Lavliyo bilan ishni oydinlashtirish. Uningdan qanday qilib 13-yo'l avtobusining apsunidan qutulishni so'rash. Lekin Ko'lchak kentida kayni-kayndan odam o'lib, hammasi qo'rqib turdi.
bu yerdagi ishni hal qilmay turib Lavliyoning ketishi mumkin emas bo'p qolmay, menmi xotirjam bo'lolmayman. Ishni bir taraf qilish kerak. Bularni o'ylab, shundoq bir qarorga keldim. Bugun kecha 12 dan keyin kentni aylanib, jasad sandig'ini xalqning uyiga olgan odamni topaman. Kanda xiyol bilan yetib, yarim kecha soat 12 dan o'tgandan keyin men yanala g'ayratga kelib o'rnimdan turdim. Yarim kechadagi kent intayin jimjit ham qorong'u. Bundoq jimjitlik bilan qo'rqinchni mangu tasavvur qilib bo'lolmaysiz. Nishonsiz holda menib kent eg'iziga keldim. Qarasam, ba'zi o'yliklar birsining kechida qog'oz jasad sandig'ini uyiga qo'yib qo'yishidan ansirab, kechicha uy sirtidagi chiroqni yondirib qo'ygan edi. Mushu ojiz yo'riqlikda o'zimga madad berdim. Liya, qo'rqma. Jindan qo'rqma. Kent eg'izdagi so'gat daraxidan o'tgandimi, hech qanday g'ayrilikni bayqamag'ashqa, jiddiylashib ketgan nervlarim ozroq bo'shashdi. Qadamimni to'xtatib, soatga qarasam, yarim kecha birdan eshibdi. Bugun kecha qog'oz jasad sandig'i yetkazilmamdigandi. Soatga qarab turgan mushu vaqtda g'ij qilgan ovoz bilan yiroq bo'lmagan yerdagi birsining darvozasi ochildi. Tezlikda bir yerga yo'shtirinib olib, o'g'irlikchi qarsam, eshik ichidan mishkab ko'tarib olgan bir odam chiqdi. Yetkazguchi oxiri paydo bo'ldi. Bu odam mishkabni yudiginicha o'ng so'lga qarab qo'yib, boshqa shapini bayqamagandan keyin yana bir yo'lga kirib ketdi. Men aslida bu zodi kimning o'yligiga qarab boqmoqchi bo'lgan. Lekin bu odamning puti chaqqan bo'lib, yo'qitib qo'yishdan ansirab, uning kaynidan yugurdim. Mishkab yutib olgan bu odam yo'l bo'yi ehtiyotchanlik bilan turib-turibli to'xtab, atrofiga qarab qo'yadi. Uning bilan meni bayqayolmaydigan orliqni saqlab, 10 minutcha agashgandan keyin bu odam tuyuqsizla bir o'ylikning yenida to'xtadi. Qarmoqqa odam saqlayotgandek turdi. Acaba yetkazguchi bir odam emasmidi? Uzun o'tmay, darvaqa yana bir tarafdan bir odamning soyisi paydo bo'ldi. Ikki odam to'van ovozda g'udunishib qo'ygandan keyin oldi-kayni bo'lib yo'lini davom qildi. Ikkisi chirig'i yondirilgan bir ho'yilning oldidan o'tganda mishkab yutib olgan odamning dumbisini aniq ko'rdi. Bu odam semiz, yo'lni olchanglab mangdigan bo'lib, dal iliqi uyning temiga chini chaplagan Guan familiyalik semiz xot. Birdilla tushundim. Nemishqa har qitim jasad sandig'i do'koniga o'g'irlikchi kirib turishimga xo'jayin dal vaqtida yetib keladigan desam, aslida bu semiz xotun xabar yetkazib tikandi. Undaqda bu semiz xotunning oldidagisi cho'qim jasad sandig'i xo'jayini. Qog'oz jasad sandig'ini kimning yetkazayotganligini bilsamli bo'ldi. Bularni o'ylab, ikkisiga agashmay, tezlikda burilib jasad sandig'i do'koniga chapdi. Medirli olaydigan jasad sandig'iga Lavliyoma qiziqadigan bo'lib, izchil uning ichiga nima yurishtirganligini bilgin batdi. Hozir bu ikkisi eshikdan chiqqanda tekshiradigan yaxshi fursat emasmi? 4-chi qitim jasad sandig'i do'koniga kelsam, eshik yana shundoq qulflangan. Tonish bo'lib ketgan tomdan ortilib, yonfunning ojiz nurida o'liklarning narsasi dovlangan mudhish uyga kirdim. Mal qo'yilgan zalda kunduziga qaraganda texmo ko'p gulchambarak qo'yilgan bo'lib, bu narsalardan agib o'tib, qora jasad sandig'ining oldiga keldim. Cho'nqur nafas ilib, har qanday qo'rqinchli narsani ko'rishga tayyorlik qilib, jasad sandig'ining yopqichini asta-asta ittirishimga agishib, jasad sandig'i ichiga qo'yilgan narsa ko'z oldimda paydo bo'ldi. O'ylamabdiman. Men oxiri yanada qo'rqinimdan chiqirib, yerda o'ltirib qoldim. O'ttiz yettinchi qism. Liu Yunboning kechirmishi.
qora jasad sandig'i ichidagi narsani ko'rib dong etib qoldim. Jasad sandig'i ichidagi narsa to'g'risida nurg'un farazlarni qilgan edim. Butun tabiatdagi jonliqlarning hammasini faraz qilgan. Lekin mening birdan bir o'ylig'im bo'lsa, jasad sandig'i ichidagisi menga tonish bo'lgan odam ekan. Uning ustiga bu odam men uchun aytganda intayin qo'rqinchli edi. Liu Yunbo nemishqa bu qora jasad sandig'i ichida bo'ladi. Jasad sandig'ining yopqichini ochganda Liu Yunbo ko'zni ching yumib tikkida turadi. Bu qop-qorong'u kechidagi g'uva oy nurida uning qog'ozdek oppoq yuzi boshqacha mudhish ko'rinadi. Do'kon xo'jayinining kunda bu qora jasadga ta'zim qilishi ajablanarli emas ekan. Aslida ichida cho'ng olvosti borkan emasmi? Jasad sandig'i ichidagi Liu Yunbo'ga tikilib kayniga chekindim. Tuyuqsizla uning ching yumilgan ikki ko'zi asta ochilib, menga so'g'uq nazarda qarab qo'ydi. Bu qarash bilan butun badanimdagi to'g'atlar o'rlab, burilib qochmoqchi bo'ldim. Mendan nemishqa bu yerda ekanligimni so'ramamsan. Liu Yunbo shundoq degach, pakar semiz badanini so'rab, jasad sandig'idan chiqdi. Meni bilmaydi dema. 10 yil oldida 2386-numurliq kichik rayonga o't ketganda kuyib o'lgani sen. Liu Jinju emas. Liu Yunbo gapimni anglab so'g'uq kuldi. Bu mudhish o'yda uning so'g'uq kulkisi qo'shilib, kayfiyat texmi muzlashga boshladi. Sening yaqinda o qeri soltak bilan birga yurganingni bilaman. Lekin sen uni tushunamsan. Liu Yunbo'ning bu gapi yuragimga sanjilgandek bo'ldi. Laolioning yomon emasligini bilaman. Uningga ishonaman. Lekin rost gapni qilganda uni tushunmayman. Uning kechirmishi, uning o'tmishini bilmayman. Uni tushunmasligi muhim emas. Lekin seni tushunaman. Burunqi isming Guanjun. Keyin Liu Yunbo'ga o'zgartdim. Hozir o'ylab baqsam, kentda paydo bo'lgan qog'oz jasad sandiqlarini ayni chaqda sen ko'mgan-ku deyman. To'g'ri. Bu qabrga hamroh qog'oz jasad sandiqlarni 10 yil oldida men ko'mgan. Bu kentliklarda o'lishga tegishligi intayin ko'p. Men 10 yoshda ona bilan bu kentga kelgan. Bu kentliklar sirtdan kelganlarni chalki qoqidig'imni so'z bilan tasvirlagili bo'lmaydi. Sirtdan kelganlarning yeri yo'q. Onam sahar turib kash yetib, sharq tog'da tashlandiq yerni etiz qilganda, natijada necha kun o'tmayla uduldagi lihamni bo'lib elib oldi. Seningcha u o'limga loyiq emasmi? Liu Yunbo bu hikoyani so'zlayotganda talaffuzi intayin siliq, tishi kirishgandek ifodasimi yo'q. Lekin bu siliq talaffuzdagi rahimsizlik aniq chiqib turadi. Yetim bola bilan tul ona haqlarning bo'zaq qilishiga uchrab, bu ishni kimli anglisi beyoram bo'ladi. Li hammaning xatoliqiga intiqom og'ining bo'pti. Lekin bu qog'oz jasad sandig'ini kunda oz bo'lmagan oyliklarga qo'yib, kentdagi hammasi sizlarni bo'zaq qilmagandi. Qildi. Kichigimdan salomatligim yaxshi emas. Ana menga nurg'un reseptlarni topgan bo'lsa-mu, kor qilmadi. Keyin bir apandi menga hunar o'rgatib unimi bo'ldi. Garchi bu hunarlar xatarlik bo'lsa-mu, lekin birasiga ziyonkashlik qilmadim. Bu aqlsiz dehqonlar men razillik bilan odamga ziyonkashlik qildi deb kundi uyga kelib ovora qilib, oxirda onamni o'limga qistidi. Men kichigimdan uydan ayrilg'achqa onamga bo'lgan mehrim intayin cho'nqur. Bu gaplarni anglab, ko'nglimda davolg'ish bo'lib, ko'z oldimdagi Liu Yunbo'ga ich og'irtish paydo bo'ldi. Ona degan ona, boshqa odam emas. Onani bo'zaq qilgan adovatni Tangrim kechirolmaydi.
Sen hozir bu Liu Jinzhuga ishinasan. Lekin uni tushunmaysan. O'ylab baq. Mening ilgari sana yordam qilishim Liu tog'a uchun. O Liu Jinzhu nemishqa hech nimaga qaramay sana yordam qiladi. Yana sen qaytib so'rab baq. 2386 nomerlik kichik rayonning 10 yil oldidagi yerim odamni ko'ydirib o'ltirgan otni Liu Jinzhu qo'yganmi yo'q? Nima? Liu Yinboning bu gapidan qattiq cho'chib ketdim. Ayni yildagi otni Liu Yinboga qo'yganmi? Liu Yinbo bu chaqda menga kichikkina seriq rangli qog'oz odamni berdi. Yigit, men Liu tog'ining yuzini qilib, sana yana bir yordam qilay. Bu seriq qog'oz odam jiningni qutuldira oladi. Yiningda saqlab olgin. O bayqab qolmasin. Liu Yinboning bu gapini anglab, ang'ayib qoldim. Yana Liu tog'i Kölçek kentiga kelishdan burun men izchil mushu kentda Liu tog'i bilan Laoliuning uchrab qilishi avorchilik deb o'ylagan. Lekin bugungi kaygucha necha kun o'tib Liu tog'ini ko'ribmi baxmadim. Bu Liu tog'i degan zodi qandoq odam? Titirganimcha jasad sandig'i do'kondan chiqdim. Liu Yinbo aytgan ikki nuqtani o'ylasam, asosi yo'q emas. Liu Jinzhu menga nemishqa yordam qiladi? To'g'ri. Laoliuni ayni chaqda Laotang tanishtirgan. Lekin Laotang degan 10 yil oldida o'lgan jin. Laotangga o'xshamasimi? Lekin u xatarga tavakkul qilib, hech qanday sababni surishtirmay, qarmoqqa menga yordam qilayotgandek, meni qutuldirayotgandek turdi. Lekin u nemishqa bunda qiladi? Yaxshilik? Mumkin emas-ku. Bu savolni men azaldan o'ylab baqmabdiman. Faqat soddalacha Laoliuning ko'ngli yaxshi deb o'ylagan. Lekin bu dunyoda ota-onamdan boshqa yana kimmi nafsiz yaxshilik qilsin? Yana 10 yil oldida o't ketgan binoga rost shu o't qo'yganmi? Laoliuga yana ishonishga bo'lamdi. Uyga kelsam, Laoliuning guldirmomidek xo'riga og'linib turibdi. Qo'limda Liu Yinbo bergan seriq qog'oz odamni tutib, qanday qilish kerakligini bilmadim. Tong otgandan keyin Laoliu qardab ketgan ikki ko'zimga qarab, so'g'oq talaffuzda so'rdi. Tunogin kashda jasad sandig'i yetkazgichini izladingmi? Kimligini ko'rdingmi? Ko'rdim. Lihamning o'dil qo'shnisi Guan familiyalik semiz xotin. U qarmoqqa Liu Yinboga o'ch bo'lgan bilan amaliyotda yanada bir oila kishidir ekan. Laoliu qarmoqqa hayron qolgandek emas. Osini tutib, oldiga necha qadam mangdi. Ey, Laoliu, sizdan bir ishni so'ray. 2386-nomerlik binoga qanday bo'lib o't ketgan? Bu gapim chiqishi bilan Liu Yinboning chiroyidagi do'lqinni ko'rgandek bo'ldim. Amalli qoldiruvchilarning bexasligi bilan bir tal tamaki qoldig'idan ko'rgan. Nemishqa tuyuqsizlar bu ishni so'rab qoldi. Eshdimi? Qiziqib shu, boshqa yo'q. Bu chaqda kent boshlig'i Laoliuni chaqirib, birisining uyida yana qog'oz jasad sandig'i bayqalganligini aytgandan keyin ikkisi aldirablik ketib qoldi. Laoliu baya yolg'on so'zildi. Laoliu bilan tanishqili uzun bo'pti. Bu odamni oz bo'lsa-mu tushunaman. U azaldan qarmoqqa so'g'uq, tamkin ko'rinadi. Baya binodagi o'tni deganda uning chiroy ifodasida ozroq o'zgarish bo'ldi. Shunga aniqli yolg'on gap qildi. Laoliuning maxfiyatligi bor ekan. Bugungi kunda jasad sandig'i ko'mgan odam, ko'ligan odam, yetkizgan odammo tepildi. Kent boshlig'i odam boshlab semiz xotinning uyidan ko'p miqdorda qabrga hamroh qog'oz jasad sandig'ini tepib, kentliklarni aloqzodi qilgan bu ishni tub yiltizdan hal qilgan bo'ldi. Men texi eg'iz ochmay turib, Laoliu ochtiqlik bilan qaytish to'g'risida eg'iz ochdi.
bu tarafdagi ish bitdi. Qaytsaq bo'ladi. Qaytgandan keyin haliqi kitobni menga akab berishni unutib qolma, ha? Kitob? Anvi qilib kelib esimga keldi. Menda bir kitob bor. Lavlioning yenidan ilib olgan. U ayni yili Xuyavshandagi albasты o'nkirdan ep chiqqan kitob. Lavlio tuyuqsizlar bu kitobni so'rab qoldi. Esimda qilishicha, Bayfan bu kitobning ismini tush o'g'irlash usuli degan daqiqa. Lavlio menga aytqini bo'lsa, muannas muzakkar qoro tazkirasi. Faqat yer sharoitini tekshiradigan kitob degan. Tuyuqsizlar Lavlioning ayni chaqda albasты o'nkirga kitob izlab borgan ishi esimga kelib so'rdi. Hey, Lavlio. Ayni chaqda albasты o'nkirga tushganda bu kitobning ikkinchi qismini izlayman degan. Keyin hoshimga ketdim. Oxirida topa oldingizmi? Topamadim. Lyoyin bu bizdan bir qadam burun berib kitobni ep ketibdi. U kitob faqat yer sharoiti ko'radigan kitob tursa, siz uni nima qilasiz? Bularni sana desammi tushunmaysan. Yig'ishtirib ol. Endi qaytamiz. Lavlio qarmoqqa menga ortiq tushundirgisi yo'qdek. Buning da farzim texmi isbotlangandek bo'ldi. Uning menga yordam qilishi aslida shu kitobga erishish uchun. Kent boshlig'i qaytamiz deganni anglab, yo'l bo'yigacha uzitib chiqib, Lavlioning kaynidan bu necha kundagi yordamiga kaynidan rahmat etdi. Lekin meni maqtabmi qo'ymadi. Sahar turib, yerim kechalarda xatarga tavakkul qilib, barliq axborotni men ta'minlasam, kent boshlig'ining ko'miganlik sababidan mening ozroq to'hpam qolmadi. Jamiyat deganning hammasi mushundoq bo'ladi ekan. 3 o'lish qilib 7 o'lish gap qilgani qahramon, 7 o'lish qilib 3 o'lish gap qilgani ahmoq. Lavlio bilan yo'lda mashinada saqlayotganda uningdan so'rdim. Hey, Lavlio. Do'kon xo'jayindagi ilqi medirli oladigan qora jasad sanduqiga ko'ngil bo'lmamsiz? Bu do'kon xo'jayinining iqtidori intayin to'van. Hech qanday ish qila olmaydi. Au jasad sanduqiga kelsak. Jasad sanduqi ichidagisi cho'qim Lyoyin bu. Lavlioning bu gapini anglab hayron qoldim. Qora jasad sanduqi ichidagisi rostli Lyoyin bu. O'z ko'zim bilan ko'rdim. Lekin Lavlio kun bo'yi kent ichida yurib, buni qandoq bilgandi? Nemishqa bundoq faraz qilasiz? Lavlio menga qarab qo'yib, yonchug'idan men necha kun ilgari jasad sanduqi do'kondan ep chiqqan qog'oz odamni oldi. Bu qog'oz odamlar bir xil qadimki razil afsun. Jasad sanduqi do'konining xo'jayini buni ko'rib boqmagan. Ammo bu dal doim men bilan etishadigan qayri so'ltak eng ko'p ishlatadigan usul. Lavlio sovuq talaffuzda shundoq degandan keyin chiroyida yana ozroq kulki paydo bo'ldi. Meningcha do'kon xo'jayini faqat xalqning buyurgan ishini qiladi. Yaqinda qog'oz jasad sandig'i oz bo'lmagan odamlarni o'ldirdi. Agar qora jasad sandig'i medirliy olsa, odam jasad sandig'iga yoshirinib, arvoh uyga kiradigan ish bo'ladi. Qayri so'ltak mushu muannas quvvatidan foydalanib, gumpi mashq qilyotdi. Lavlioning bu gapini anglab, badanim shurkinib ketdi. Odam jasad sandig'iga yoshirinib, arvoh uyga kirdi. Anlamoqla, odam qo'rqitadigan gap bu. Undaqda biz ketib qolsak, Lyoyin bu chiqib, davomli haqqi ziyonkashlik qilsa qanday qilamiz? Lavlioning ko'k yoqutdek ko'zi sal yo'g'inigandek bo'lib, oldirmay eg'iz ochdi. Men kent boshlig'iga qanday qilishni o'rgatib qo'ydim. Bugun kash bu qayri so'ltakning nazari bo'ladi. Lyoyin buni o'ldirdigan gapni qilganda
Lavlio'ning chiroyidagi ifodaning burmilinib ketganligini payqadim. Bu men azaldan ko'rib boqmagan chiroy ifodasi. U hali hammo men cheksiz ishonadigan, tishi so'g'uq, ichi issiq Lavlio'mi? Ot 8 qism. Kechidagi oshxona. Ayrılgılı uzun bo'lgan shirkatga qaytganda, o'yilning bulung'iga to'xtatilgan 13-yo'l oxirgi avtobusidan boshqa hech qanday narsa menga yiqishliq to'yilmadi. Shavlyoni demisam bo'ladi. Men ketgan necha kundan buyon bir eg'iz noroziligini bildirmay avtobusni haydadi. Meni ko'rib, texa al og'inisidek muomala qildi. Lavvoga kelsak, undaq yaxshiligidan asar yo'q. Shirkatga qaytishimga meni ishxonasiga chaqirtib, qo'lini tanglab yarim soat tilladi. Tildisiga mayli. Lekin bu yarim soatda meni ishdan bo'shatadigan gapni tilga olmadi. Uning mendan qiyonmaslik emas, meni ishdan bo'shatmaydi. O dal 4-shofir. Buningdagi eg'ir yenikni hammasidan aniq biladi. Qo'ldashmishdir. To'qo, to'qo. Mushu aptinga, ha? Mushu aptinga fotografini suratga tortama. O'zimning maynat bo'lib ketgan oyog'im bilan ishtinimga qaradim. Kent to'picham. Ko'lchak kentida necha kun turmagan bilan kunda degudek kechida harakat qilib, bundaq bo'lishimi normal ish. Lavvo meni yarim soat adablab, texchi to'xtaydigandek qilmaydi. Aslida aromimni ilib, kashta so'rin tuzib uning bilan deyishay degan. Lekin uning gapi tugimay, faqatli bardoshlik beramadim. Lavvo, endi bo'ldi. Bu necha kunda menmi damommidim. O'zimmi qarg'ina bu haftaning mushunda bo'lib ketganiga. Ha, xo'p bo'pti. Hey, seni men bor dedim-ma? Yo'q, sen meni bor demeding. Meni kel dedim. Bu gapim aniqla uning menga 13-yo'l oxirgi avtobusni haydagizganiga qilgan norozilik bo'lib, Lavvo'mi tushunib, gap qilmay menga tikildi. Lavvo, ayni yili alvasti o'nkirga tushgan og'illaring bilan hozirmi aloqalashamsan? Nima demaksan? Boshqalarni bilmadim. Guanjun hozir bir obdan turibdi. Guanjun degan ismni anglab, Lavvo turib kelib, xelidan keyin badani bo'shib, o'rindiqda o'ltirib qoldi. Guanjunni qanday bilding? Ha? Lavvoning inkosiga qarab, maqsadimga yetganimni bilib, ortiq gap qilmadim. Biladiganlarim ko'p. Boshqa kuni sana so'rin qilay. Aldirmay paranglashaylik, ha? Men shundoq degandan keyin Lavvoning inkosiga qaramay chiqib ketdim. Vaqti keldi. Bu necha kundilar uning bilan deyishim. Lyoyun boning maxfiyatligi bilan 13-yo'l avtobusidan qutuldigan amalni tegishim. Shu kuni kashda Shavlyu mening bayroni aptimni ko'rib, yana davomli avtobus haydamoqchi bo'lgan. Qat'iy unimidim. Ko'lchak kentida necha kun turib, oz bo'lmagan odam bilan tanishdim. Bugun kashda avtobusga chiqqanlarning ko'pinchisi tanish bo'lib, ularmi meni tanib, tex kelib ahvol so'radi. Qog'oz zavodiga berib kelganda hech qanday ish bo'lmadi. Kech soat 1 atrofida 13-yo'lni haydab shirkatga qaytdim. Bugun kechdagi oy boshqacha yo'riq bo'lib, uning ustiga ruhimni ko'tarilib qolgandek his qildim. Tuyuqsizlar qo'sqim ichib bir narsa yemoqchi bo'ldim. Bizning bosh bekatning o'rni qaynoq bozorda emas. Shunga bu vaqtda ochiq oshxona yo'q. Taksi to'sib, shopirga yaqin atrofdan tex taqamagan oshxona bo'lsa olib qo'yishni aytdim. Shopir xeyligicha o'ylashib, Nanjing yo'lidagi taomlar ko'chasiga olib qo'ydi. Nanjing taomlar ko'chasi shirkatimizdan mashina haydaganda 45 minutlik yo'l bo'lib, bu yo'lda mashinaning sirtidagi qop-quruq yo'lga qarab maqdim. Yo'lda birmi odam yo'q edi. Mashina Dadongminga kelganda bir tor ko'cha ichida yo'riq turgan oshxonani ko'rib, tezlikda shopirga to'xtashni aytdim.
Mashina to'xtaganda u ko'cha eg'izdan xeyli o'tib ketdi. Hey, ustam. Ha, musha to'xtaylik, musha to'xtaylik. O ko'chada bir oshxonaning ochiqligini ko'rdim. Shopur menga parch pul qaytarg'ash, beshini singoyan qilib so'rdi. Bu atrofda ochiq oshxona bormi ekan? Men kunda kechda mashina haydab, azaldan ko'rib olmabdi ekanman. O ko'cha ichida borkan-ku. Balkim diqqat qilmagansiz. Shopur menga parch pulni bergandan keyin yanada ko'rib boqmabdiman dedi. Bu ko'cha ikki o'ltiraq rayonning orasida bo'lib, yondagi do'konlarning hammasi taqoqkan. Faqat ko'chaning eng ichidagi bir oshxonaning viviskasi yeniq turadi. Dadungmin oshxonasi. Bu oshxonaning ichi ancha cho'ng emas. Tomlimi kona. Balkim musha atrofdagi o'ltiraq rayon uchun ochgan bo'lsa kerak. Eshikni ittirib ichiga kirdim. İçideki bezak intayin konu paso. To'risda yo'g'on shamol durg'ish esilgan. Atrofig'imi konu narsalar qo'yilgan edi. Bir o'rinni tepib o'ltirib olgandan keyin ichidagi bir kalti yangansar kiyib olgan o'ttir yosh er chiqib, menga kulib qarag'inicha tomoq tizimligini berdi. Oshxona ichidagi bezak uslubiga qiziqib so'rdim. Hey, tag'a. Sizlarning bu konu pasonni asos qilgan oshxona ekanda. Qaltiskan. Bu bezaklarga qarang. Kichik vaqtimdagi oshxonalarga o'xshash. Oshxona kichik bo'lsa-mu, xeyli kuch sarf qilibsizlar-juma. Shundoq. Shundoq bo'ldi. O'ttir yosh er anlab beshini langishtirib, menga bir parcha qog'oz tomoq tizimligini bergan edi. Ko'rib turib qoldim. Ohoy! Bu tomoq tizimligining besilishimi 80-90-yillarnikiga o'xshaydi ekan. Uning ustiga bunda qog'oz hozir intayin oz uchraydi. Qani xo'sh. Nima yeysizkan? Tomoq tizimligidagi mazmuniga qarab bir qacha cho'p buyurtdim. Garchi bir qacha cho'p bo'lsa-mu, lekin bu tag'imiz yanada qog'oz bilan daftarga astoydillik bilan yozgandan keyin ichiga kirib ketdi. Bu oshxona ancha cho'ng emas. Faqat 6 ustal qo'yilgan bo'lib, har bir ustalning yeniga choydan bilan kurushka qo'yilibdi. Choydanning sirtiga qalay o'ralgan bo'lib, koni tipdagi choydankan. Pasoni bilan supti kichik vaqtimda uyimizdagi ishlatgani bilan farqlanmaydi ekan. Kurushka bo'lsa, kang eg'izliq temir quti bo'lib, sirti seriq sirlangan. Esimda qilishcha, kichik vaqtimda qo'shnilarning uyidimi bir sibatdi. Bu yerdagi narsalarni ko'rib, kayfiyatim ko'tarilib qoldi. O'ylamabdiman. Mushundaq ko'zga chiliqmaydigan kichik bo'lunda, mushundaq 80-90-yillar uslubida bezalgan oshxona bor ekan. Kurushkaga qaynoq suv qo'yib, choy ichgach tomoqni saqladim. Necha minut o'tmayla bu tag'imiz ichidan bir qoch cho'pni ko'tarib chiqdi. O'ylamabdiman. Bundaq ko'zga chiliqmaydigan bir qoch cho'p ajoyib ta'mlik bo'lib, ixtiyorsizla bosh barmog'imni chiqarib tashladim. Tag'a, qulingizning tampakan juma. Bu tag'imiz xushalliqda yeginimni ko'rib, o'dulimdagi o'rindiqda o'ltirdi. Yigit, nima xizmat qilasiz? Yangi ko'cha avtobus bekitida shopir. Avtobus shopir edi. Buncha kechda tomoq chiqibsiz-ku. Men qog'oz zavodiga boradigan 13-yo'l avtobusini haydayman. Qaytquchi soat 1 bo'lib ketibdi. Qursoq ichib shu. Hey, tag'a, bu atrofdagining hammasi koni o'ltiraq rayon ekan. Ichida o'ltirdigini yashanganlardi. Bu kechida do'kon ochsangiz keladiganlar bormi? Sodamo xeyli yaxshi. Hammasi atrofdagi koni xaridorlar. Siz kelishdan burun bir nechasi mangan. Ko'chada kirayotganda bir odamni ko'mdim-ku. Bu tag'ash mening cho'pni birdandil yeb bo'lganimni ko'rib, kulib turib so'rdi. Qo'saq to'ymidimi nima? Yana bir qacha yeb chiqay. Bo'ladi tag'a.
Raskatni qilsam, bu oshxonangizdagi bezaklar emas, mushu cho'pning ta'mimi qoldirgan deyman. Tag'ash ichiga kirib, yana bir qachiq liqqida cho'p silib chiqibdi. Necha minutga qolmay, ikkinchi qachi cho'pni pokis tugdi. Eg'izimni surtib soatga qarasam, kech soat 2 dan eshibdi. O'rnimdan turib hisobot qilmoqchi bo'ldim. Jami 2 mo bo'ldi. 2 mo? Tag'a, mushu bezaklar va tomog'ingizga 20 ko'y basammi ortiqlik qilmaydi juma. Ahmaq qilmagan meni. Zodi qancha pul bo'ldi? Shu ukam. 2 mo. Tag'ashga qarasam, chaqchaq qilmayotgandek. Menga tikilib turib takrorladi. Turib qoldim. Bu tag'ash meni tunji qitim kapti deb e'tibor qildimi ya? Shularni o'ylab kulib turib 15 ko'yni ustalga qo'ydim. Rahmat tag'a, ko'nglingiz tigil bo'ldi. Bu yerim ketida sizga oson emas. E'tibor qilmasangizmi bo'ladi. Men shundoq degandan keyin pul qaytirishni saqlamayli chiqib ketdim. Qo'saq to'ygandan keyin uyqu keldi. Bir kecha ruhli ko'rib, oxiri azroq harg'am bo'ldim. Yo'l bo'yida xeyli uzung'ich saqlagandan keyin bir taksi keldi. Shoför mening kekirib ketganligimni ko'rib so'radi. Ey og'ayna, uyda nima yap chiqding, ha? Buncha kekirib ketgudek. Hech nima. Oshxonada cho'p yegandim shu. Bu atrofda oshxona bormi-kan? Yangichilibdimi? Men kunda kechda mush atrofda mashina deyman. Nima ekan? Qo'saq oshxonada kirib yeb chiqaychi. Boyaq ko'chining ichida. Og'ayna. Bu kechida jinning hikoyasini aytmoqli bo'ldi. Mening hadam mush o'ltiraq rayonda bu ko'chaga doim kelaman. Nada oshxona bo'lsa. Qiziq gap bo'ldi-da bu. Onunğa aniq o'rnini aytib beray deb tursam, yana bir qitim kekirik keldi. Kart qilgan ovoz bilan yangamga bir tal cho'p tushib ketdi. Yangamdagi cho'pni ilib, derazdan tashlab etmoqchi bo'lib qarab qopdim. Tuyuqsizla qo'limdagi cho'pni silkib etdim. Cho'p emaskan. Qo'limda tutib olganim oppoq inchki chivil lechinkisi. 39-qism. X familiyalik apandim. Bu chivil lechinkisini ko'rib, toz qoldim mashinadan sakrab tushgili. Shoför aloqsada bo'lganligimni ko'rib, mashinani yo'lning bo'yiga to'xtatdi. Tezlikda lechinkini mashina eshigidan cho'rib etdim. Shoförmo bu lechinkini ko'rib, ho'shimisini turdi. Hey, og'ayna. Sen buni mashinamdan topdingmi? Onunğa gap qilmay yo'lning bo'yiga tushib, qo'limni gilimga tiqdim. 5 minutgacha gilimni ko'chilagan bo'lsam-mu, quruq ho'y qilib, oshqoznim chiqib ketay dedi. Lekin cho'p ko'rinmadi. O'lgur. Shoför tushunmay yenimda turib, to'van ovozda so'rdi. Hey, og'ayna. Ne bo'ldi deyman, ha? Bir til qurtqi mushunda qilish ketamdi. Yavamsan ya? Shoförning bu gapini anglab, ko'nglim texmi elishib ketdi. Yataqqa qaytganda Shavliyu xo'rak tatib uxlab etibdi. O'zimni karvatga tashlab etib, qurt bilan 2 qoch cho'pni o'yladim. Rastli eg'izimdan chiqqanmidi? Ko'lchak kantiga borgan vaqtimda kiyimimga chaplashib qolgan qurtmi? Tang atgandan keyin men texi o'rnimdan turmay turib, Lavvo yotog'imga izlab keldi. Tunogin uningga Guanjun to'g'risida gap qilgan edim. Qaraganda o'ltiramay qolgan o'xshaydi. Yuz ko'zlarimni yuyib bo'lganda tushib qopti. Sirtdan jimroq oshxona tepib, Lavvo bilan odul-modul o'ltirdik. Lavvo shunchalik oldirab ketdiki, meni suyib, menimni ichib mahbiyatliklarni belvog'usi kelgandek turadi. Tezroq degina. Guanjunni qandoq bilding, ha? U hozir nada? Voka.
Guanjun bizdan yiroq emas. Uning ustiga yaqinda texi bodi keldimi qipsan. To'la gapni agitmagina. U nada? Eliqi odamni o'ltirdigan soat esingdimi? Ha, esimda. Hey, sen uni menga Liu familiyalik birisi avatdi degansan-ku. Ha, to'g'ri? Liu Yun bu. U dal Guanjun. Ism almashtiribdi xolos. Lavu ko'zini yerim yumib bir narsa o'ylayotgandek o'rindiqqa yulandi. Şoňa kende. Bu Liu Yun buni men ya tanımasam. Bekarga bana saat evet neme kılıdı deyman. Aslida Guanjun kende. Sening mahfiyatliging mo jiqkan ha? Guanjun bilan Lautang sabdashgansizlar teqi. Buni menga ajab demabdikansan-ku. Esimga keldi. Men soatni bir taraf qilgandilar degandim, ha? Sen bu Xo'yavshanga berib, alvasti o'nkiriga tushibsan. Şoňa shuncha ko'p ishlarni bilibsan-da. Hey, to'xta. Undaqda Guanjun hozir qayerda? Vaka, gapnimi ozqimidim. Endi sana kelganda, qanday qilsam bu 13-yil avtobusidan qutulaman. Mushuni o'gitib qo'y. Lavu mening ishonchli turgan holatimga qarab, kayniga yo'linib, menga xeylig'icha qarab ketgandan keyin eg'iz ochdi. Yomon bo'lib ketibsan. Bu orliqda bekor yurmabsan, ha? Bo'ladi. Undaqda sen bilan maxfiyatlik almashtiray. Men sana 13-yil avtobusining ishini aytib beraman. Sen menga Guanjunning nadiligini deysan. Ma'qul. Xushallik bilan ma'qul bo'ldim. Liu Yun buning hozir Ko'lchak kentida o'lik tirikligini bilmayman. Lavu ayni yili qanday hayot qolgan. Bu men uchun aytganda intayin cho'ng ish. Avval sendan kechirim so'rayman. Sen haydigan bu 13-yil oxirgi avtobusini menmi haydigan? Darvaqa Wang Dazhongning aytgani to'g'ri ekan. Lavu rostli 4-chi shofir ekan. Vaka. Rol ilish texnikanga gap ketmaydigan juma. Bu zodi qanday ish? Seningcha men buni xohlamdiman, ha? 10 yil oldida shofir suv omborida voqea yo'liqqandan keyin bizning bekatdagi barliq xizmatdoshlar imzo qo'yib shaharga liniyani to'xtatish to'g'risida iltimos sundiq. Lekin yuqoridan mutaxassis avatib, yo'l yuzini tekshirib, faqat tasadduqiylik degandan keyin natijada bir necha yo'l chiroqni almashtirib qo'yib kori bo'lmadi. Ondan mutaxassislar ketdi. Mashinani davomli haydash kerak-da. Boshda Wang Dazhong ismli bir shumtakka o'rlashtirgan. U bola oq ko'ngil, sadda. Uydimi qiyinchilik bor. O yan o'ylab, bu yan o'ylab, ko'nglim onimay, uning o'rniga o'zim chiqdim. Bu avtobusning qanchalik qo'rqinchliligini xizmatdoshlarning hammasi biladi. Bu avtobusni haydagandan boshlab hammasiga tayyorlik qildim. Ammo qo'rqinchli ishlar yana kelyapti. Anlab bu yerga kelganda Lavu aytganlarning Wang Dazhongniki bilan farqlanmaydiganligini bildim. Qaraganda Lavu yolg'on gap qilmay rost javob berayotgan o'xshaydi. Vaka. Undaqda menga o'gitib qo'ysang, oxirida buningdan qanday qilib bexatar holda qutuldim? Bu avtobusni necha oy haydadim. Bir qitim choq etilib o'lgili tos qoldim. Ta'limga avtobusdagi bir apandim meni qutuldirib oldi. Apandim? Jin yo'qotalaydigan apandimmi?
Ayni chaqda avtobus hech nimaga qaramay suv omboriga qarab uchdi. Umidsizlanib, ikki ko'zimni yumib oldim. O'ylamag'an yerdan bu apandim etilib kelib, barmog'ini kesib, qonni ro'lga surkigan. Bu avtobus shu petili to'xtab qoldi. Avtobusdan tushgandan keyin uningdan meni qutuldirib olishni o'tindim. Apandim menga har oyning 14-kuni suv omboriga berib, qog'oz pul ko'ydirib nazar qilsam, bexatar bo'ladiganligimni aytdi. Lekin 10 yildan keyin avtobus yana menish kerakda. Shunga bu 13-yil oxirgi avtobusini shaharning yo'li qo'ygan emas, balki o'zining iltimos qilgan, shundaqmi? Lavu beshini sangilatdi. Cho'nqur nafas oldi. Maqtashga arziydigini Lavu ayni chaqda Wang Dajoning oq ko'ngilligini ko'rib, qaysarlik bilan qutuldirdi. Ammo bugungi kunlikda 10 yildan keyin o'limdan qutulib, o'rniga birsini chiqiribdi. Ish bu yerga kelgan ekan, ochiqlansammi foydasi yo'q. Amalsiz so'rdim. Undaqda ayni chaqda seni qutuldirgan apandim hozir nada? Apandim menga hech qanday aloqalashish nomerini qoldirmadi. Faqat familiyasining X ekanligini aytdi. Faqat familiyasini la? Boshqasi yo'qmi? Yo'q. Oldingi yili men Soqchixondagi do'stimga havola qilib izlatgan. Lekin shahrimizda X familiyalikdan 100 ming odam bor. Topqilib bo'lmadi. Aslida Lavu menga ishlarni aytib bersa, Shaoliu ikkimiz qutulamizmi keyin debdikanman. O'ylamagan yerdan Lavu topni yana bir xil familiyalik odamga pas beribdi. Mashinani haydash kerak. Odamni izlash kerak. Lavu numus qilyaptamdi bilmadim. Eg'izini ichib, Lyoyinboni so'ray dedi-yu, lekin xijil bo'lib so'rayolmadi. Guanjunning o'zgargan ismi Lyoyinbo. U hozir Ko'lchak kentida. Odatda Huayuan yo'li 2386-numar 8-bino 3-qavatda o'ltirdi. Lavuning inkosiga qarmay chiqib ketdi. Yo'lda ketib etib, ichim siqilib, osmonga qarab varqirayotdim. Bu 13-yil oxirgi avtobusning afsoni. Menga zodi qanchalik choplashadigandu. Kashda Lavliu mashina haydadi. Men yotoqda uxlamay o'tirdim. Soat 1 bo'lib, to'risga qarab yotatdim. Shaoliu mening o'fsinib yotganimni ko'rib, meni so'rab, ichib kirimiz deb turibdi. Uningga tankilanmay taksiga chiqib, Nanjing yo'liga qarab maqdik. Bu yo'lda men shunchalik ruhsiz. O'ylamagan yerdan Nanjing yo'liga kelmay turib, Shaoliu taksini to'xtatishni aytdi. Mashindan tushibla qattiq cho'chib ketdim. Bu dal tunaygun men tamoq yegan hiliqi ko'cha bo'lib, Shaoliu ko'chani ko'rsatib, xushalligida mundaq dedi. "Hey, odash, mol ko'chada oshxona bor ekan. Mushardil ichaylicha, ha? Bu ko'chadagi oshxonni ko'raldingmi? Nima gap bu? Ay. Oldin qaytim doktorxonada hiliqi qayrini ko'raldingmi deysan? Endi qo'pib, bu oshxonni ko'raldingmi deyapsan? Bunda cho'ng narsa shu yerda tursa, men ya qarg'u bo'lmasa, qizziq gap qilgansan. Men gap qilishga ulgurmay turib, Shaoliu meni so'raganicha ko'chaga qarab maqdi. Oldingi qitim chivin lechinkisi esimda bo'lg'ashqa, bu qitim qaytib kelganda yuragim do'pildab so'qib ketdi. Ichiga kirgandan keyin Shaoliu men tunji kelgandikiga o'xshash, bu yerning bezak uslubining kichik vaqtidagiga o'xshaydiganligini aytib, hayron qoldi. Ikkimiz bir ustalda o'ltirgandan keyin 2 taxsi qo'rma, 2 botolka pivo, yana 2 qoch cho'p buyurtdik. Do'kon xo'jayiniga qarab, nima deyishimni bilmay turishimga, u aytiblik bilan kirib men bilan ahvollashdi.
Oy, inam. Bugün bana xaridor ekansizda. Bo'ladi. Bu tamoqda e'tibor qilay. Ya kulishimni, ya yig'lishimni bilmadim. E'tibor? Necha mo'challik tamoqqa e'tibor qilish ketamdi. Tag'ash qarindosh bilan biz buyurtgan narsani qog'ozga astoydillik bilan yozgandan keyin ichiga kirib ketdi. Shavliyo, bu oshxonda maslbada qiladi. Tez ketaylik. Bu yerda yemay, Nanjing yo'lidagi taomlar ko'chasiga boraylik. Bo'ldi qiladash. Masla bori o'zing ishkanligini his qilmadingmi? Uninga tankilanmay, jim o'ltirib ahvolni kuzatdim. Uzun o'tmay, tag'ash ichidan 2 taxsi xorma, 2 qoch cho'p va 2 botolka pivi ep chiqdi. Shavliyo cho'pni ko'rib, to'laginki menga o'xshash shalop-shulub qilib bir qochini qo'riqtab qo'ydi. Xo'jayin, bu cho'pni ajoyib payzi qilibsiz juma. Shundoq tamlikkan. Cho'pni yeyishga ko'nglim ko'tarmay, faqat bir yutum pivi ichdim. Bir yutum pivini yutmay turib purkib etdim. Qandoq tam bu? Botolkaga qarab baqsam, 89-yilning Xuadan pivisiga. Bu pivi zavodi taqilib qolg'ili necha yil bo'ldi. Pivisi texchi bakina. Bağan seri huduqishga başladım. Shavliyo bağan seri azvaylab yigili turdi. Xo'jayinning diqqat qilmagan vaqtidan foydalanib, Shavliyoga to'van ovozda mundoq dedim. Hey, Shavliyo, agar meni og'aying qatorida ko'rsang, gapimni anglab, bir yutum cho'pni eg'izingga silib yutib etmay, oshxonadan chiqqandan keyin tukib et bo'lamda. Shavliyo kart qilib kekirib qo'ygandan keyin beshini lingshitdi. Shavliyoning 2 taxs qo'rmini, 2 qoch cho'pni yeb, 2 botolka pivini ichib yetishiga qarab turdim. Oldingi qitimqiga o'xshash hisobot qilganda xo'jayin faqat 2 ming so'rdi. Shavliyo anglab hangvi qilib qolgan. 50 yuanni tashlab berib, oshxonadan chiqib ketdi. Shavliyoni so'rab, tar ko'chadan chiqqandan keyin so'rdim. Hey, adash, sana bir yutum cho'pni eg'izingga silib ol degandim. Yutib etmagansan? Shavliyo qo'zig'ini ko'p turgunicha beshini lingshitib, eg'izdagi bir yutum cho'pni tukirib etdi. Yerda u tukirgan narsalarga tafsiliy qarasam, hammasi Shavliyoning sho'lgiga aralashgan cho'plar ekan. Shavliyo menga qarab ejib qo'ydi. Adash, so'rangansan juma. Mushuninga qiziqamsan hamda. Qanday qilishni bilmay tursam, yiroqdan bir ayolning ovozi anglandi. Ay, ishkanlarmi bu yerda ekansizlar-ku? Beshimni ko'tirib qarab, toz qoldim Shavliyoning tukirgan narsasiga tasvaqli. Gap qilg'ini tangyov bo'lib, dal ayni chaqda qizil ko'ynak kiyib, mis soatning oldida tizilib o'lgan qiz. 40-qism. Ko'rolmaydigan odam. Tangyovni ko'rib cho'chib ketdim. Bilisizlar, hozir degan yarim kech soat 2:30. Uning ustiga Tangyov bugun kiyvog'ini eliqi qizil ko'ynak. Hey, yarim kech soat 2da qizil ko'ynak kiyilib, jin ishkanligingizni bilmay qolmisin deyotamsiz? Kichik aka, bak qiziqkansiz. Nemishqa meni o'ldi deysiz? Siz meni qutuldirib olgan-ku? Ay, qizchoq. Xatolashib qolibsiz. Men sizni qutuldirgan, u emas. Shavliyo shundoq deb ejib ketdi. Uning bilan paranglashqim kelmadi. Bu vaqtda mushu o'rinda bundoq kiyinishini ortiq so'zlamasam-mi bo'la? Shavliyo so'rashtirib, yo'l bo'yida toysi to'sib chiqqan vaqtimda Tangyov kaynimizdan barqirdi. Cho'p tamlikmikan? Yo'lda Shavliyo men bilan deyishib,
mis soatning oldida o'lgini Tangyov emas deb tushundirgili turdi. U o'ldimi yo'q paraz qilg'idek kayfiyatim yo'q. Hozirgi muhim vazifa xilfamillik yilqi apandimni tepish. Ikkinchi kuni saharda Lavu yana meni izlab sirli qiyofatda so'rdi. Ha, inam, sen bana Guanjunning Ko'lchak kentida deganing to'g'rimi? To'g'ri? Men manganda shu yerda edi. Hozir 2 kun o'tib ketdi. Qog'inni bilmayman. Bo'ladi, bildim. Ondaqda men berib izlab baqay. Lavliyo burilib chiqib ketmoqchi bo'lganda, tuyuqsizla bir ishni esiga olgandek bo'lib so'radi. Hey, Aras. Meni vatvatgan dema, ha? Sendan yana bir so'ray. Ayni chaqda kichik 2 qavatdagi heliqi kitobni rost ko'ydirvatdingmi? Bu aka, tuyuqsizda o kitobni so'rab qoldim-ku. Bu Guanjunni izlashing bilan ne munosabati? Guanjun degan bu odam izchil shunda g'alita, razil narsalarni tadqiq qilishga amroq. Keyin borgan sari eg'irlashib, o'liklarga qiziqadigan bo'ldi. Ayni yili olvasti o'ngirdi, shu razil kitobni olganda, uningga pagili unimag'andim. Shuningdan tortib, menga tish tirnog'igacha o'shib ketdi. U zodi nima kitobga? Bun chiqib ketgudak, ha? Intayin razil kitob. Jasad haydashdagi 7 omil ismli intayin razil kitob. Ha. Yilqi o'yga qo'yilgan liqqida sisiq beliqni ko'midingmi? Shuning razilligini bosadiganga qo'ygan. Lavu shundoq deginicha bir puti eshikdan chiqib, yanili xotirjam bo'lamay so'rdi. Rost ko'ydirib ekansan, ha? Ko'ydirib etdim. Lavu xotirjam bo'lib ketdi. Bu kitob borgan sari qiziqil turdi. 3 odamning eg'izdan 3 ism angladim. Lavliyo bu kitobni yer sharoitiga oid muzakkar muannas qo'ru tazkirasi deydi. Bayfan tush o'g'irlash usuli deydi. Bugungi kunlikda Lavu jasad haydashdagi 7 omil degan gapni topdi. Zodi qaysisining to'g'ri? Lavu amdili eshikdan chiqishiga ko'zatxonadagi buvay menga telefon qilib, bir buvayning meni izlab kelganligini aytdi. Buvayning izlab kelganligini anglab, Lavliyomikin deb faraz qildim. Yig'ishtirish qilib sirtqa chiqsam, darvaqa Lavliyo. Asli tutish qobiliyating nacharmi nima? Sana qaytgandan keyin kitobni menga akabba degandim-ku. Unutib qoldingmi? Lavliyo mushu kitob uchun kaptida. Agar Lavliyo boya bu kitobni tilga olmagan bo'lsa, balkim qilchi ikkilanmasdan Lavliyoga berib etdim. Lekin bu kitobning yana bir ismi paydo bo'ldi. Uning ustiga razil kitob deydi. Ko'lchak kentida Lavliyo intayin gumonli. Cho'qim mendan yurishtirgan maxfiyatlik bor. Agar bu kitob Lavliyo aytgan jasad haydashdagi 7 omil bo'lsa, undaqda aniqlashdan burun Lavliyoga ba'sam bo'lmaydi. Lavliyo, bu kitobni loyig'im ep ketgan. U necha kunlik komandirovkaga chiqib ketdi. Qaytib kelsizlar sizga beray. Bo'lamda? Bu kitob shuncha qimmatli tursa, bunda xohlagancha haqqi bersang bo'lmaydi. Tez qaytirib kel. U hozir chet elda. Uningga kitobga yaxshi qarashni aytdim. Xotirjam bo'ling. Lavliyo anglab o'xsinib qo'yib, ümidsizlanganidan burilib ketmoqchi bo'ldi. Lavliyo menga aytgan bu apandim esimga kelib, Lavliyodan so'rdi. Aras, Lavliyo, shahrimizda intayin yomon xifamillik odam bor deydi. To'lamsiz. Apandim? Uni izlab nima qilasan?
Uchurga erishdim. Uning meni 13-yil avtobusdan qutuldira oladigan amali bor ekan. Mushu sohada xifamillik bir apandimni tanıyman. Ammo sen izlagan odammi yo'qmi bilmayman. Qattiq xushal bo'ldim. Lavliyo buncha yomon bo'lgan ekan, u tanıydigan mushu sohadagi odamning men izlamoqchi bo'lgan odam bo'lish ehtimolligi intayin yuqori. Bo'pti, aldirash yo'q. Loyig'in qaytib kelganda kitobni menga akappa. Men seni apandimning yeniga opiray. Lavliyo shundoq degandan keyin ko'ni hassiga tayanganicha ketib qoldi. Almashtirish sharti. Lavliyoning bu gibidan turib qoldim. Dunyoda rostli mehnatsiz yordam va hissiyot bo'lmaydi ekan. Shundoq bo'lgan ekan, Lavliyoga bo'lgan gumonim texmi ko'paydi. Garchi men apandimni izlashga oldirayotgan bo'lsam-mu, lekin birinchi qadamda men yanala Lavliyoga ishonishga bo'lamdi yo'q deganni aniqlay. Kashda avtobus haydab soat 12 bo'lganda Ko'lchak kantiga kelib yonfonimga qarasam, Lavliyodan uchur keldi. Vanzdo keldi, kashda ishchayli debdi. Taraqqiyot rayonida uningga yordam qilgandan tortib aloqalashib boqmabdiman. Bugun tuyuqsizlik keldi. Ortiq o'ylamay kaynimga qaytdim. Shirkatga kelganda Vanzdo bilan Lavliyo vaqtga qarab darvozaning oldida meni saqlab etibdi. Avtobusni to'xtatgandan keyin Vanzdo kelib meni quchoqlab oldi. Qadoq og'ina, yaxshi turamsan? Bu so'ldak o'zi egiz ham bastik bo'lib, mushu quchoqlash bilan toz qoldi meni ko'tirib oldi. Nima ish qilding? Bir ish bormi? Seni izlab kelsammi bo'lmamda? Og'inam qilgan yordamga teg'i rahmat aytqurak bo'lmadim. Bo'ldi. Baland deyishmayli. Men yangi ichilgan bir oshxona bilaman. Cho'ng bo'lmasimi, lekin intayin tanlik. Berib ichib kelaylik, balanda. Vanzdo garchi qora jamiyatning bo'lsa-mu, lekin Dongbi erkaklari ochiq bo'lg'ashqa, garchi kichik oshxona ekanligini anglagan bo'lsa-mu, ozroqmi yirganmay, texi Nuramdan quchoqlab olib varqirdi. Ma'qul. Kaddoq. Intayin xolamagan holda yana mushu ko'chaga keldim. Ko'chaning ichkarisidagi oshxonaning chirig'i yiniq turadi. Vanzdo mashinadan tushib, ichiga qarab so'radi. Buning ichi qop-qorong'i tursa, nadiki oshxona kelo? Lavliyo hijib qo'yib, ko'chaning ichidagi chirig'i yinib turgan do'konni ko'rsatdi. Bu yinib turgan do'kon shu. Cho'pi ajoyib tanlik deyman. Vanzdo qo'shimisini turib, bo'ynini uzun so'zib qaravatgandan keyin so'radi. Nima deyapsan? Buning ichi qop-qorong'i tursa, nadimi chirig'i yiniq turgan do'kon bo'lsa? Vanzdoning bu gapini anglab turib qoldi. Bu ko'cha garchi tor ham qorong'i bo'lsa-mu, lekin ichidagi chirig'i yondirilgan do'kon yanala ko'zga chiliqatdi. Vanzdo, oldidagi ovi yinib turgan chirog'ni ko'mdingmi? Adash, bu yerim kechida menga jinning hikoyasini so'zlab odamsan, Bo'ldi qilgina. Lavliyo ishonmagandek oldiga berib ko'rimiz deb turib oldi. Uchimiz qatorlashib ko'chaga kirib, uzun o'tmayla do'konning oldiga keldik. Oshxona ichi oldingi qitimqiga o'xshash. Hech qanday xaridor yo'q. To'g'risidagi cho'ng shamoldirg'ish holsiz peqiravatdi. Qandaq? Bu do'kon kichik bo'lgan bilan tamoqlari baktamlik deyman. Lavliyo shundoq deb kulib, kayindan bosh barmog'ini chiqardi. Vanzdoning ko'zi chaychiyib chiqib ketgili toz qilib, qo'lini oldi tarafga tanglab, Lavliyo ikkimizga qarab varqirdi. Kallanglarning suyi bormi? Bu bir tamg'o'shu. Oshxona qani? Cho'p qani? Vanzdo ko'rsatgan tarafga qarasam, u aniqla oshxonaning
aynak eshigini ko'rsatib buni tom deydi. Bir ishni tushungandek bo'lib bo'ynimdan chiqqan so'g'uq butun badanimga tarab titrashga boshladim. Shavliu hech nimani tushunmagandek uningdan so'radi. Hey vazito, kunda urib so'qishib ko'zing yaralmaganda ha? Ko'ma so'qqanmaqansan? Mushundaq cho'ng do'konnimi ko'ramadingmi? Aynak eshikdan ichiga qarasam, do'konning chirig'i yo'riq bo'lib, do'kon xo'jayini batayda o'ltirib menga kulib turadi. Vaqirishayotgan ikki odamni so'rab, ko'cha sirtiga qarab maqdim. Ko'chadan chiqqanda men yanada esimga kelanmay asrab turdim. Bu ikkisi bo'lsa, texchi bir-birining ko'zi qarg'u ekanligidan ochiqlandi. Yig'ilishimni yo kulishimni bilinmay, taksi to'sib, Nanjing yo'lidagi taomlar ko'chasiga borganligimizni aytdim. Uchimiz taksiga chiqqandan keyin shoför taksini haydamay turdi. Hey, haydamamsan? Nanjing yo'lidagi taomlar ko'chasiga? Ha, bildim. Tek chiqib bo'lammisanlar? Hey, usta. Uchimiz chiqib bo'ldik-ku mana. Sizlarga agishvagan avu o'ttir yosh tog'imiz sizlar bilan billa emasmi? Qattiq qo'rqib ketib, sirtqa qardim.